إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Muhtaram aziz musulmon birodarlar, akalarim, opa singillar, biz joriy efirimiz hoş kelibsizlar. Biz har seshanba kunlarida Alloh taolodan madad so'rab Hanafiy fiqhi, ya'ni Imom Azam rahimahullohning mazhabidagi fiqh ilmlarini o'rganayotgan edik. O'tgan darsimizda azon va iqomat haqida gaplashgan bo'ldik va namozning rukunlari haqida gaplashgan bo'ldik. Inshaalloh bugun namozning shartlari haqida ham batafsil bayon qilgan bo'ldik. Namozning shartlari haqida yana bir mazhab ulamolarining ba'zi qavllari bor ekan. Shularda ham bir o'rganib ketishga harakat qilamiz. Arab tiliga qiziqadigan, arab tilini o'rganayotgan opa singillarimiz bo'lsa, bizga ruhni linkini tashlab qo'ydik. Biz o'qiyotgan kitobni Telegramda, telefonida shu kuzatib turishi mumkin. Qanday o'qiyotganimiz. Shurutu sihhati salati. Namozning to'g'ri bo'lishligi shartlari. Huna ashya'un laysat bidakhilatin fi haqiqatil islam. Bu yerda haqiqatis salat, namozning haqiqatiga kirmaydigan narsalar bor. Lakinnahu lazimatun li sihhati salah. Namozning to'g'ri bo'lishligi uchun lozim bo'lgan, zarur bo'lgan narsalar. Bihayth law fata minha wahidun la tasihhu as-salat. Shu darajada lozim, kerak bo'lgan narsalar borki, agar o'sha narsalardan birontasi o'tkazib yuborilsa, bajarilmasa, namoz to'g'ri bo'lmaydi. Va tilka al-ashya'u tusamma shurutus solati lahiya sittatun. Ana o'shalar namozning shartlari deb aytiladi. Ular 6 tadir. Xo'p, birinchisi namozning sharti tahorat. Fala tasihhu solatu bidun tahorati. Tahoratsiz namoz to'g'ri bo'lmaydi. Ya'ni bir odam namoz o'qib qo'ygan bo'lsa, betahorat, xoh bilsin, xoh bilmasin, boshqatdan o'qish kerak. Chunki u namoz o'qilmagan deb bo'ladi. Bedai tahoratdan iroda qilingan ma'no va iroda bi tahorati an yakuna badanan musalli tahiran min al-hadath al-asghar wal hadath al-akbar wa an yakuna badanul musalli tahiran min an-najasati allati la yu'fa anha wa an yakuna thawbuhu alladhi yusalli fihi tahiran min an-najasati allati lam yu'fa anha. Demak, tahorat deganda biz 3 ta narsani tushunishimiz kerak. Tahorat, ya'ni pok bo'lishligi. Ya'ni namoz o'qiyotgan odam kichkina tahoratsizlikdan ham, katta tahoratsizlikdan ham pok bo'lishligi kerak. Kichkina tahoratsizlik shu tahoratsiz bo'lish kerak. Biz shar'iy tahorat, maxsus a'zolarni maxsus shaklda yuvishlik, mana tahorat. Va g'usl vojib bo'lgan bo'lsa, g'usl qilgan bo'lishligi kerak. Ya'ni junub holatidan yoki ayol kishi bo'lsa hayz holatidan g'usl qilingan, ya'ni katta tahoratsizlikdan pok bo'lishligi kerak. Ikkinchisi, namoz o'qiyotgan odamning badani afu qilinmaydigan najosatdan pok bo'lishligi kerak. Afu qilinadiganni qancha deysiz, o'tgan darsimizda aytdik, shu bir baklashkani qo'pqo'chalik yoki undan sal kichikroq bir dirham tangachalik joyda najosat bo'lsa, shuni joiz deydi ulamolar.
afu qilinadi deydi. Bu qaydan nimaga tanga deyiladi? Siz o'sha mustahab, ya'ni insondan najosat kelgandan keyin, ya'ni orqa peshobidan katta najosat chiqqandan keyin shuni yuvmasdan yaxshilab artib, tahorati buyog'ini qilib namoz o'qisa bo'laveradi. Ya'ni uni yuvishlik farz ayn emas. Demak, shundan kelib chiqib shu bir tanga yoki shu bajarashgan qo'pol joyiga agar najosat tegib qolgan bo'lsa, namoz durust bo'ladi deydilar. Bu qiyosdan chiqqan narsa. Xullas, musolli namoz o'qiydigan odamning badani najosatdan pok bo'lishi kerak. Ya'ni afu qilinmaydigan, shu baklashkadan kattasi, tangadek najosatdan kattaroq, ko'proq najosat bo'lsa, bu afu qilinmaydi. Bu narsa namoz bo'lishligiga nasihatini buzadi. Va uchinchisi kiyim, namoz o'qiyotgan odamning kiyimi va namoz o'qiyotgan joyi pok bo'lishi kerak. Va an yakuna al-makan alladhi yusalli fihi tahiran min an-najasati. Namoz o'qiydigan joyi, joy namozingiz ham nima bo'lishi kerak? Pok bo'lishi kerak. Mana shu namozning sihat bo'lishligi, to'g'ri bo'lishligining asosiy shartlaridan. Va yakuna al-makan alladhi yusalli fihi tahiran min an-najasati. Bulaydi. Va yalzimu fi taharati al-makan an yakuna mawdi'a al-qadamayn wal-yadayn va rukbatayn wal-jabhati tahira. Xo'p, qanchalik joyi toza bo'lishi kerak deysiz? Shu sajda qilayotgan ikkita qadamingiz turgan joy va ikkita qo'lingiz tegadigan joy va ikkita tizingiz ko'zi tushadigan va peshanangiz masalan tegadigan joy. Masalan, insonda tikib turganda qancha joyda masalan egallaydi, shuncha joy pokiza bo'lishi kerak. Ya'ni siz namoz o'qiydigan joy najosatdan pok bo'lishi kerak. Shu namoz o'qiydigan joyingiz deganingiz shu. Masalan, bizda joy namozlar bor. Shu joy namozchalik joy pokiza bo'lsa, demak, sizda shu namoz shart topilgan bo'ladi. Bu birinchi shart edi. Ya'ni pok bo'lish kerak deganda insonning badani ham, kiyimi ham, joy namozi ham, ya'ni namoz o'qigan joyi ham najosatdan, afu qilinmagan najosatdan pok bo'lish kerak. Ozgina bitta tanga yoki tangadan kichikroq najosat bo'lsa, bu afu qilinadi, ya'ni joiz. Namozingiz namoz bo'laveradi. Tegib qo'ygan bo'lsa. Sitru avrati, avratni bekitishlik. Fala tasihhu salati bidun sitri al-awrati 'inda al-qudrati 'ala sitriha. Modomiki avratini bekitishga qodir bo'lgan namoz o'qiyotgan kishi avratini bekitishligi kerak. Bo'lmasa namozi nima? Namoz bo'lmaydi. Namoz o'qilmagan deb qo'yadi. Nima uchun? Chunki namozning sihhati avrat bekilishligi kerak. Va erkak kishining avrati bu mana hozir aytadi. Va yazam an takuna avratu masturatan min ibtida'i ad-dukhuli fi as-salati ila al-firagh minha. Namozga kirayotganda namozning ichiga kirishlikni boshlagandan to namozdan forig' bo'lgunicha avrati bekik holatda bo'lishi kerak. Idza kana rubu'ul 'udwi munkashifan qabla ad-dukhuli fi as-salat lam tan'aqid as-salat. Agar namozga kirishlikdan oldin a'zolarning, ya'ni bekitishlik kerak bo'lgan avrat deb e'tibor qilingan a'zolarning 4dan 1 qismi ochilib qolgan bo'lsa, unda bu namoz hisoblanmaydi. Ya'ni avrat bekilmaganlik, avrat bekitishlik sharti topilmaganligi munosabati bilan bu namoz bo'lmaydi. Bilmasdan o'qib qo'ysa, keyin bilib qolsa, bu namoz boshqa o'qish kerak. Va idan kashafa al-udhu fi asna'i as-salati. Endi bir odam namozga kirdi, namoz o'qiyapti, 4 rakatli namoz o'qiyapti. Masalan, asr namozini farz o'qiyapti. Shuni birinchi, mas'ul ikkinchi rakatida avrat ochilib qoldi. Agar namoz vaqtida, namoz o'qiyotgan paytida a'zosining 4dan 1 qismi ochilib qoladigan bo'lsa va muddatan ada'i ruknin batalat as-salat. Bitta rukunni bajarishlik, bitta rukunni ado qilishlik muddaticha ochiq qoladigan bo'lsa, namozi botil bo'ladi. Masalan, bitta rukun bu rukuda inson qancha turadi? Masalan, egilib Allohu akbar deb
Subhana robbiyal azim, subhana robbiyal azim, qancha vaqt ketadi? Shuncha miqdorda agar avrati ochilgan holatda qolib ketsa, namoz ichida. Demak, uning namozi botil bo'ladi. Xo'p, o'sha ochilib qolsa namoz botil bo'ladigan avrat bekitishlik kerak bo'lgan joy chegarasi qancha desangiz, haddu avrati rajul, erkak kishining namoz o'qiyotgan paytda bekitishligi farzi ayn bo'lgan, bekitmasa bo'lmaydigan chegarasi kindigidan to tizzasining oxirigacha. Tizzani o'zi avrat hisoblanadi, kindik esa avrat emas. Bu erkak kishining avratini chegarasi bo'ldi. Endi ayol, ya'ni cho'ri ayol bo'lsa, qul, xizmatkor, ya'ni shu islom jihodi kofirlar bilan musulmonlar o'rtasidagi jangda qo'lga olingan asira qiz, qul qilingan qiz, cho'ri ayolning avrati kindigidan tizzasining oxirigacha beli bilan birga va qoni bilan birga. Qolgan joylari avrat emas. Bu xur qizda, cho'ri qizda. Lekin xur qizda avrati esa hamma badan, yuzi va ikki kafti va ikki qadamidan boshqa hamma joyi avrat hisoblanadi. Mana shu namozning ichida namoz o'qiyotgan xur muslima ayolni hamma yo'g'i bekik tursin va yuzi ochiq tursa va ikki kafti ochiq tursa va ikki qadami ochiq tursa, mana bu namozga bu shartlar bekitilishli kerak bo'lgan. Qolgan joylari bekitilgan bo'lishi kerak. Uchinchi namozdan oldingi qilinishi kerak bo'lgan shartlar. Namoz o'qimoqchi bo'lgan odam birinchi qiblaga qarashligi kerak. Qiblani topishligi kerak. فلا تصح الصلاة بدون استقبال القبلة عند القدرة على استقبالها. Qiblaga qarashlikka qudrati, ya'ni imkoniyati qiblaga qara oladigan holatda bo'lsa, qiblaga qarashlik bu namozning shartlaridan. Agar qiblaga qaramasa, namozi to'g'ri bo'lmaydi. Qiblaga qarab namoz o'qishlik imkoniyatingiz bormi? Qiblaga qarashingiz kerak. Xo'p, aynul Ka'bati hiya qiblatu lillazi huwa bi Makkatil mukarrama. Yoki Makka mukarramada bo'lsangiz, Ka'bani ayni o'ziga qarashingiz kerak, bir tomoniga qarashingiz kerak. Va yaqdiru ala mushahadatiha. Va shu agar siz Ka'bani ko'ra olishlikka qodir bo'lsangiz, unda Ka'baning bir tarafiga qarab namoz o'qishingiz kerak. Jihatul Ka'ba hiya qiblatul ladzi la yaqdiru ala mushahadatil Ka'ba. Agar Ka'baga ko'rmaydigan Makka mukarramada emas, balki uzoq joyda bo'lsangiz, Ka'bani bir tarafida shu Ka'baniga qarashlik, ko'rib tura olishlik qudratiga ega bo'lmagan kishi uchun bu Ka'baning bir tarafiga qarab o'qishligi joiz bo'laveradi. Va shuningdek, Ka'baning bir tarafi, ya'ni Ka'baning 4 tarafi bo'lsa, shuning bir tarafi Makka mukarramadan uzoq bo'lgan kishi uchun qibla hisoblanadi. Endi kim qiblaga qarashga ojizlik qiladigan bo'lsa, namoz o'qimoqchi, lekin qiblaga qara olmaydi. Kasalligi sababli yoki dushmandan qo'rqayotganligi sababli yoki bo'lsam shu poyezdda yo samolyotda ketyapti, bu qibladan teskari tomonga qarab ketyapti. Bu iloji yo'q endi masalan. Bunda nima qiladi? Shu qayerga qarab turgan bo'lsa, o'sha yoqqa qarab namoz o'qiradi. Demak, uchinchi qiblaga qarashlik, qudrati yetadigan odamga qiblaga qarashlik namozning sharti bo'ldi. Agar qiblaga qaralmasa, qodir bo'lib turib, namoz bo'lmas ekan. Va namozning vaqti kirishligi, fala tasihhu salatu qabla dukhuli vaqtiha. Namozning vaqti kirishligidan oldin namoz o'qilishligi to'g'ri bo'lmaydi. Bu namoz vaqtlari haqida gapirilganda batafsil bayon qilindi. 5-namozning sharti niyat. Namoz niyatsiz to'g'ri bo'lmaydi. Qaysi namozni o'qiyotganligingizni niyat qilishingiz kerak. Agar namoz farz namozi bo'lsa, buni tayin qilishligingiz zarur, vojib.
masalan peshinda 4 rakat farz yoki asr 4 rakat farzni o'qiyapman deb qalbingizdan o'tkazasiz. Tilingizda aytmaysiz. Tilingizda aytishligingiz bid'at mumkin emas. Niyat qalbning amali. Qalb azm qaror qilishligi, qalbning xohlashligi, ko'nglingizdan bir o'tishligi mana bu niyat hisoblanadi. Kada ila kanat salatu vajiba. Vojib namoz bo'lsa ham shunday. Buni tayin qilishingiz kerak. Qaysi namozni o'qiyotganingiz. Masalan, vitr yoki ikkita bayram namozi, Ramazon bayrammi, Eid bayrammi, buni ko'nglingizdan o'tkazishni niyat qilishingiz kerak. Ammo agar nafl namoz o'qimoqchi bo'lsangiz, bu qaysi namozligini tayin qilishligingiz shart qilinmaydi. Balki mutlaq nafl namoz o'qiyapman deb niyat ko'nglingizdan o'tkazasizda o'qirasiz. Agar siz imomga iqtido qilib namoz o'qiyotgan bo'lsangiz, unda imomga ergashib namoz o'qiysiz. Masalan, imom qaysi namozni o'qiyotgan bo'lsa, shu namozni o'qiysiz. Yo'q, imom peshinda o'qiyapti ekan, men boshqa bir nafl namoz o'qiyman deb alohida imomga qo'shilib olib nafl ibodatni, nafl namozni niyat qilmaysiz. Imomga ergashishlik niyatda ham imomga ergashiladi. Qaysi namozda bo'lsa shu namozni niyat qilasiz. Bu 5-sharti bo'ldi. 6-sharti takbiri tahrima, ya'ni Allohu akbar deb qo'llaringizni qulog'ingiz yumshog'i barobarigacha yoki yelkangiz barobarigacha ko'tarib, bu ko'tarishlik, qo'lni ko'tarishlik sunnat. Lekin Allohu akbar deb aytishlik mana bu namozning shartidir. Buni aytmasangiz, Allohu akbar demasangiz, namozingiz namoz bo'lmaydi. Va yuradu bi tahrimati an yaftatiha salatahu bi zikrin khalisin lillahi ta'ala ka yaqul Allohu akbar. Endi Imom Azam mazhabida shu Allohu akbar, Alloh eng buyuk, eng ulug' zot Allohdir, Alloh eng buyukdir degan so'zni ma'nosini beradigan boshqa lafzni ham aytsa bo'ladi deganlar. Lekin to'g'riroq qavl, to'g'riroq so'z Allohu akbardir. Imom Azam mazhabida Allohu a'zam, subhanalloh deb qo'ysa bo'ladi, Allohu akbar deyishni o'rniga degan so'z bor. Lekin bu marjuh, unchalik kuchli bo'lmagan so'z. Chunki Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilarki, "Sallu kama ra'aytumuni usalli." Meni namoz o'qiganimni ko'rganinglardek namoz o'qinglar dedilar. Rasululloh sollallohu alayhi vasallamdan biror marta rivoyat qilinmaganki, Allohu akbar deyishni o'rniga Allohu a'zam deyishligi yoki Allohu akbar deyishni o'rniga subhanalloh deyishligi deyilganligi rivoyat qilinmagan. Demak, biz Allohu akbar deyishimiz kerak. Niyat bilan shu namozga olib kirib ketadigan takbir tahrimi deb atalgan Allohu akbarning o'rtasini aytishlik, bu o'rtani ajratib bo'lmaydi. Shu namozni yo'qqa chiqaradigan amal bilan ajratishlik mumkin emas. Masalan, yeyish yoki ichish. Namozga niyat qildingizda, men namoz o'qiyman, hozir peshinda farzimni o'qib olishim kerak deb ko'ngilingizdan o'tkazib, endi Allohu akbar demoqchi bo'lib turdingiz, oldingizda sovuq choy turibdi ekan. Shunda choyni sekin quyib, bismillah deb ichib, keyin Allohu akbar desiz, bu namozni buzadi deyaptilar Imom Azam rahimahullohning mazhabida shu. Ya'ni niyat bilan takbirning o'rtasini namozga aloqasi bo'lmagan, namozdan bo'lmagan ishni qilishlik bilan buni o'rtasini ajratishlik bu namozni bekor qiladi. Xuddi o'rtada bir yeb olish yoki ichib olish. Va yushtaratu fi tahrimati an ya'ti biha qa'iman qabla inhina'in lirruku'. Va Allohu akbarda aytishlik, ya'ni takbir tahrimi birinchi namozga ketayotgan paytingizda aytiladigan, biz odatda shu qo'llarimizni ko'tarib aytilgan Allohu akbarda aytishlik, rukuga egilishlikdan oldin tik turgan holatda aytib olishlik kerak. Masalan, ba'zilar namozga imomga qo'shilib olaylikda,
yugurib borib qarasa imom Allohu akbar deb ruku qiladi. Bu ham egilib turib Allohu akbar desa, mana bu o'tmaydi. Tikka turgan holatda Allohu akbar deb olib, keyin rukuga egilishligi kerak. Allah yu'akhiran niyata an takbiratul iftitah. Allohu akbar deb namozga kirishlikdan niyatni kechiktirishlik ham namozni nima qiladi? Ya'ni yo'qqa chiqaradi. Niyat qilib qo'yib, u 1 soat oldin niyat qilib qo'yganman. Endi Allohu akbar desam bo'laveradi, niyat qilmay qo'yaveray endi demaysiz-da. Niyat shu takbir tahrimadan oldin, biroz oldin niyatni yangilab niyat qilsangiz, nihoyatda yaxshi. Allohu akbarni o'zingiz qulog'ingiz eshitadigan darajada aytishingiz kerak. Ichingizda tilingiz qimirlatmasdan qalbingizda aytib qo'ysangiz yoki qulog'ingiz eshitmaydigan darajada aytadigan bo'lsangiz ham namozning shartiga putur yetadi, balki shart topilmagan bo'ladi. Allohu akbar deb hech bo'lmasa ichingizda aytsangiz ham qulog'ingiz eshitadigan bo'lishi kerak deydilar. Va namozning shartlariga qo'shimcha furu' ya'ni qo'shimchalar. Allazi la yajidu shay'an yazilu bihi an-najasata yusalli ma'a an-najasati. Biz aytdik, najosatdan pok bo'lishlik kerak dedik. Endi najosatni ketkizishlik iloji yo'q bo'lsa, najosatni ketkizadigan hech narsa topa olmasa, unda namozni o'qiveradi, najosat bilan birga o'qiveradi, namozni qaytarmaydi. Ya'ni bir kishi Alloh saqlasin kolodosga tushib ketdi. Tuvaletga tushib ketdi. Shunday hamma yo'q najosat. Bu yerdan chiqib keta olmaydi. Qarasa, azon chaqildi yoki namoz vaqti bo'ldi. Bu najosat ekan, namozni qazo qilib turaman demaydi. Shu yerda sididi ichida, najosat ichida turgan bo'lsangiz ham nima qilasiz? Imo ishora qilib namozni o'qiysiz. Bu namozingiz keyin bu najosatdan chiqqaningizdan keyin nima qilmaysiz? Qaytarib o'qimaysiz deyaptilar Imom Azhar rahimahulloh. Allazi la yajidu salban yastur bihi artu. Bizni namoz shartlari nima edi? Najosatdan pok bo'lish kerak edi. Sharti topilmayapti, demak namoz o'qimay turaveraman hozir. Bar namozim namoz bo'lmaydi. Mana namozni shartlaridan bittasi o'zim tahoratli bo'lishim kerak. Kiyimim tahoratli bo'lishi kerak. Jay namozim, namoz o'qigan joyim tahoratli, pokiza bo'lishi kerak. Hamin bu yerda hozir najosatni olib turibman, umuman namoz menga buyurmaydi demaysiz. Iloji yo'qmi shu yerda? Namoz o'qimasangiz qazo bo'lib ketadi chiqqunizcha. Shunga aniz yetib turibdimi? Shu yerda o'qirasiz. Va shuningdek kiyim. Insonda agar namoz o'qiyotgan odamning avrati bekiy bo'lishi kerak. Erkak kishi bo'lsa, tizzasi kindigidan ostidan tizzasini ko'zigacha, tizzasining ko'zi ham avrat hisoblanadi. Shu yerda ochilib qoldi masalan, kiyim yo'q. Alloh saqlasin, kiyimiga tushib ketdingiz, odam suvga cho'kayotgan paytda kiyimlarni yechib oladi. Hech qanday kiyimingiz qolmadi. Qirg'oqqa chiqdingiz, Alloh taolo sizni qutqardi. Shunda namoz vaqti bo'ldi, nima qilasiz? Yap-yalang'ochsiz. Hech qanaqa avratingizni to'sadigan narsa yo'q. Men fiqhda o'rganganman. Avrat yopiq bo'lmasdan namoz o'qib bo'lmaydi deysizmi? Yo'q. Ana shu ochiq holatda o'qirasiz. Allazi la yajidu thawban yasturu bihi awratahu. Avratini bekitadigan bir kiyim, material, mato topa olmasa va kadala yajidu hashishan. Shunday bir hashagam topa olmaydigan bo'lsa, aw tinan yoki bir loyam topa olmaydigan bo'lsa, bu odam yalang'och holatda namoz o'qiradi va keyin kiyim topilgandan keyin namozini shu yalang'och holatda o'qigan namozini qaytarib o'qimaydi, farz namozni. Kimning kiyimining 4dan 1 qismi pok bo'lsa, man kana rubu'u thawbihi tahiran la tajuz salatuhu uryana. Endi kimni bir kiyimi bor, najosat bo'lib ketibdi kiyimlari. Bu shu kiyimdan boshqa kiyim yo'q. Endi bu najosat deb qoldi, bu kiyimlar, bu kiyim bilan namoz o'qimaymanmi? Demakda kiyimga qaraydi. Kiyimning 4dan 1 qismi agar pokiza bo'lsa, kiyimni shu
yarmidan ko'pi, ya'ni 3 qismi agar masalan mo'ljal bilan endi najosat tekkanligi ayon bo'lsa, shunda siz shu najosat tekkan kiyimni kiyib namoz o'qiysiz, ya'ni yalang'och holatda namoz o'qishingiz mumkin bo'lmaydi. Endi kimni kiyimi najosat bo'lib qolgan, ya'ni najosat bor kiyimida, mankana bu najasan yoki najisan, bu tashqaridan najosat kelib tegdi kiyimga. Buni o'sha najosat kiyimda namoz o'qishligi yalang'och holatda namoz o'qishligidan afzaldir. Endi yalang'och holatdagi odam shunday tikka turib namoz o'qimaydi. O'tirgan holatda oyoqlarini qiblaga uzatib, oyoqlarini bunday avratini bunday to'sib, shunday holatda o'tirib namoz o'qiydi. Ya'ni ruku'a va sujuda bil iymon. Ruku sajdalarni nima qiladi? Imo ishora bilan ruku qiladi, imo ishora bilan sajda qiladi. Yalang'och holatda tikka turib, shunday avratlarni ochiq oydin ko'rsatib namoz o'qilmaydi. O'tirib olib o'qiysiz namozni. O'tirib shunday joydasizki, hashagam yo'q, kiyim ham yo'q, loyam yo'q, bekitish iloji yo'q. Shuni yalang'och holatda namoz o'qishingiz kerak. Shuni nima qilasiz? O'tirib olib, oyoqlaringizni juplab, oyog'ingizni qiblaga uzatib, o'qiysiz. Tajuzu salatu ala tarafi tahir min as-sawbil najis. Najosat deb qo'ygan kiyimlarning pokiza tarafiga namoz o'qishni joiz bo'ladi. Zalika idza kana as-sawbu la yataharrak ala tarafayhi bi tahriki tarafahu al-akhar. Bir tarafini qimillatsangiz, ikkinchi tarafi qimillanmaydigan darajadagi kiyim bo'lsa, bunda bir tarafida najosat bor, bir tarafi pokiza bo'lsa, shuni bir tarafida namoz o'qiysiz. Ya'ni yalang'och o'qimaysizda xullas. Agar bir kiyimning pasti najosat bo'lib, tepasi pok bo'lsa ham, bunda kiyib olib namozda o'qiysiz. Avratingizni bekitib turishingiz kerak. Endi bir odam qiblani topa olmayapti. Qibla qayerdaligini bilmay qoldi. Qibla haqida so'raydigan odam ham yo'q. Bu odam ham nima qiladi? Va kada lam yujad shay'un yadullu ala al-qibla. Qiblaga yo'llab qo'yadigan biror bir narsani topa olmadi. Tanlov bilan o'zi ko'yniga bashtamol qibla bo'lsa kerak deb mo'ljal bilan, taxmin bilan o'qiriladi. Agar shu taxmin bilan namoz o'qib bo'lgandan keyin qiblani agar topolmagan bo'lsa, xato qilgan bo'lsa, namoz to'g'ri bo'laveradi. Namozni qaytarib o'qimaydi. Masalan, siz bir joyga borasiz, tuman hamma yo'q. Qibla qayerdanligini bilmayapsiz. Telefoningiz ham zaryadkasi ketgan, kompyuter yo'q, qiblani aytib beradigan programmangiz ham yo'q. Yoningizda atrofingizda odam yo'q. Mashtamon bo'lsa kerak endi deb qiblaga o'qidingiz. Tuman ko'tarilgandan keyin qarasangiz, qibladan umuman boshqa tomonga qarab o'qibsiz. Nima qilasiz? Ash namozingizni qaytarmaysiz. Ash namozi namoz. In ulima bi xatoatihi fi asna'i salati istidara nahwa qibla. Lekin siz bir tomon mashaq qibla bo'lsa kerak deb namoz o'qiyotdingiz. Shunda namozning o'rtasida namoz o'qiyotgan paytingizda bir kishi keldi, "Ey birodar, qibla o'ng tomoningizda" desa, shu namozni ichida turgan holatda o'sha namozingiz qayerga kelgan bo'lsa, buzmasdan o'sha o'ng tomonda deyilsa, o'ng tomonga, qibla tomonga burilib olasiz. Agar namoz o'quvchini xatosi bilinsa, ya'ni qibla tarafga o'qimayotganligi namoz vaqtida bilinsa, qibla tarafiga sekin aylanib oladi va namozini davom ettira oladi. Idan kashafa min a'dha'i mutafarriqati min al-'awra falau kana majmu'uha yablughu rub'u asghar al-a'dha'i al-makshufa batalat as-salat. Agar avratning turli taraflaridan bo'lgan a'zo ochilib qoladigan bo'lsa, namoz o'qigan paytingizda. Agar uni jamlanganda shu kiyimning, ya'ni a'zoning, avrat deb e'tibor qilingan a'zolarning 4dan biriga yetadigan bo'lsa, ochilingan kichkina a'zo bo'lsa ham, bu nima? Namoz botil bo'ladi. Masalan, namoz o'qiyapsiz. Sen torroq shim kiyyapsiz. Allohu akbar deb turib rukuga bordingizda,
Rukudan qaytib endi o'tirib sajdaga ketaman desiz, ishim yetilib, yorilib ketdi. Ichingizda ichki kiyimingiz ham yo'q ekan. Shunday ochilib qoldi avrat. Nima bo'ladi? Namoz botil bo'ladi. Namozni to'xtatasizda kiyimni boshqasini kiyasiz yoki o'shani yamab tikib, to'g'rilab, nima qilasiz? Namoz boshqatdan o'qiysiz. Avrat deb e'tibor qilingan joyni 4dan 1 ochilib qoladigan bo'lsa, unda joiz. Yo'q. Falau kana majmu'aha yablughu rub'a asghar al-a'dha'i makshifa. Ochilgan a'zolarning eng kichkinasini 4dan 1 ga yetadigan bo'lsa, namoz botil bo'ladi. 4dan 1 ga yetmasa, masalan ba'zi birodarlarimiz abtashga futbolka kiyib oladi. Yozlarda kalta futbolka o'zi yo'q odam bo'ladi. Sajda qilsa orqasidan ko'rib qolasiz, shunday ochilib qoladi. Orqa tomoni ham ochilib qoladi. Shunda bu odam bilmaydi o'zi. Shuni endi hisob-kitob qilinadi. Qanchasi qismi ochiladi. Agar avrat deb e'tibor qilingan joylar 4dan 1 ochiladigan bo'lsa, unda bu namoz botil bo'ladi. 4dan 1 ga yetmasa, namozi botil bo'lmaydi. Va mana shu shartlar edi, inshaalloh kelajak darsimizda yana rukunlar haqida aytadi. Buni biz aytgandik, yana bir takror bo'lishligi uchun aytdik. Demak, namozdan oldin namozda shartlari bor ekan. Birinchisi tahorat bo'lish kerak ekan. Poklik, tahorat degani o'zingizda shar'iy tahoratli bo'lishingiz, usulli bo'lishligingiz, tahoratli bo'lishingiz, badaningiz pok bo'lishi, kiyimingiz pok bo'lishi, joy namoz pok bo'lishi. Va siz o'qiyotgan joyda o'zi pok bo'lishligi. Ikkita tizingiz, ikkita oyog'ingiz, peshanangiz tushadigan, ikki qo'lingiz tushadigan miqdordagi joy, bitta joy namozchalik joy pok bo'lishligi. Va avratingiz bekik bo'lishligi. Ayol kishi bo'lsa, yuzi ikkita kaftidan boshqa, qadamidan boshqa hamma joyi avrat. Erkak kishi bo'lsa, tizza kindigini ostidan boshlanadi, kindik avrat emas. Tizzaning ko'zi hammasi avrat, shu bekilgan bo'lishligi kerak. Xo'p. Va yana qiblaga qarashingiz kerak. Qiblaga imkoniyatingiz bo'lsa qarashlikka qaramasangiz, bu joiz. Bu namoz bo'ladi. Namoz vaqti kirgan bo'lishligi kerak. Va niyat bo'lishligi kerak. Qaysi namozni o'qiyotganingizni tayin qilishingiz kerak. Farz namoz bo'lsa, vojib namoz bo'lsa. Va takbir tahlima aytilishligi kerak. Allohu akbar lafzi bilan. Mana shu shartlar edi. Va bunga qo'shimcha namoz shartlariga taalluqli bo'lgan qo'shimchalarni ham aytdilar. Bu o'sha voqelikdagi iloji yo'q bo'lsa, o'sha shart qilingan narsani topa olmasangiz, masalan, avratsiz yopa olmasangiz yoki shu najosatdan poklanishni iloji yo'q bo'lsa, namoz bo'laverar ekan. Mana shu hozirgi aytilgan so'zlar. Alloh taolo hammalarimizga amal qilib ilm bersin. Qalbimizga riyo, shirk, nifoq aralashib boshdan hammasi. Alloh taolo o'zi yaxshi ko'radigan bandalardan qilsin. Bu dinini dalillari bilan o'rganishlik va bunga amal qiladigan kishilardan qilsin. Duo qilaylik. Bismillah, alhamdulillah, vassalatu vassalamu ala rasulillah. Allohumma inna nas'aluka ilman nafi'a, rizqan tayyiba, qalban khashi'a va amalan salihan mutaqabbala va shifaa'an min kulli da. Allahumma inna na'udhu bika min al-'ajz wal-kasal wal-jubn wal-bukhl wal-haram wal-qaswa wal-ghafla wal-'ayla wal-dhillah wal-maskana wa na'udhu bika min al-faqr wal-kufr wal-fusuq wal-shiqaq wal-nifaq wal-sum'a wal-riya wa na'udhu bika min as-sanam wal-bakam wal-junun wal-jidam wal-baras wa-sayyi al-asqam. Allahumma inna na'udhu bika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma inna na'udhu bika min munkarati al-akhlaq wal-a'mal wal-ahwa wal-adwa. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة.
اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء. اقض عنا الدين وأغننا من الفقر. اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وغلبة العدو وشماتة الأعداء. اللهم إني نعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، ونعوذ بك من أن نظلم أو نظلم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءنا وأعداء الدين، وأهلك الكفرة والمشركين. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تنصر إخواننا في فلسطين وشرق تركستان وأهل غزة خاصة، وأن ترفع عنهم الظلم والازدهاد، وأن تعيد لهم أرضهم المقدسة، وأن تجعل المسجد الأقصى حرا شريفا آمنا. وصلى الله تعالى على خلقه محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.